Amira Rashidova aslida kim? Hamma joy tatuirov, bunday sochlari qirib tashlangan, o'g'il bola sifat. Sizni dunyongizda nima kam? Siz savolingizni to'g'ri tushundimmi yoki yo'qmi? Nima degani bir kam dunyo? Sizning davringizda sevimli bo'ldi degan fikrlar bor. Pult ayollarning qo'lida. Doim ayollar uchun ishlaganman. Kanalimiz nolda, reklamada til yo'q, qarzimiz ko'p. Endi men ham pul ishlashim kerak. Bu iste'molchini chalg'itmaydimi? Odamlarga o'sha chiroyli boshlovching nima beradi? Aniq bir chegara bo'lish kerak emasmi, Amira opa? Biz doim o'zbek qizlarini spo, chiroyli qilib ko'rsatganmiz-da. Bu gapingizdan keyin sizni bezovta qilishni boshlashadi. Loyihalarni sizni ruxsatingizsiz tarqatish holatlari bo'lganmi? Mana shu darslarimizni hozir eshitasiz. Bu sizlar uchun omonat. Huquqbuzar bo'laman. Huquq egasi sifatida men noroziman. Har doim ham jazo bu sizni to'g'ri yo'lga soldi degani emas. Ming Amerikada borib yashasin, o'zbekligini qiladi. Ichimdan faxrlanib ketdim. Minnatdor bo'ldingiz. Minnatdor bo'ldim. Vataningizdan qanaqa zo'r qilgan dedim. Birinchi o'rinda davlatimiz rahbari baribir mana shu progressiv odamda, ya'ni hech qachon hech qayerda hech kimga intervyu bermaganman.